Eronda meditsina eng zo'ri va tekin desam ishonamidingiz? Men Eronga kelib tibbiyotni ko'rib hayron qoldim. Mana bu kadrlarga qarang. Eronda shunday plastik operatsiyalar mukammal rivojlanib ketibdi. Dunyoni bo'lsa bundan xabari yo'q. Mana bu kadrda tishlarni ponni olib tashlab va jog'ini to'g'rilash uchun maxsus chizma qildi va undan tashqari jog'ini oldiga surish uchun oyog'idan suyak olyapti va buni jog'iga o'rnatyapti. Bu qayta tiklanuvchi suyak bo'lgani uchun bu yerdan kesdida qo'shimcha qilib qo'yyapti. Aynan jog'ini to'g'rilash uchun. Mana bu suyaklar birikmasini kompyuterda ko'rsatyapti bitmasdan oldin va mana tishlarga implantlar o'rnatildi. Ko'rsanglar bo'ladi. Posle. Posle ham chiqar qaranglar. Posle. Juda go'zal, to'g'rimi? Eng qizig'i bunga o'xshash kadrlar juda ham ko'p. Plastik operatsiyalardan tashqari Eronda bepushtlikni davolash bo'yicha, saratonni davolash bo'yicha dunyoda yetakchi o'ringa chiqdi amalda. Shvetsariyadan kelib, Londondan kelib, boshqa joylardan kelib Eronga davolanib ketishyapti. Bunga eng asosiy sabab Eronda narxlar arzonligi va kачество sifatga javob berilishi. Ushbu ma'lumotlarni bilgandan so'ng Erondagi doktorlar va professorlar bilan shaxsan o'zim aloqaga chiqib, meditsinasini O'zbekistonga tatbiq qilish bo'yicha gaplashyapman. Aynan meditsina turizmini yo'lga qo'ymoqchiman O'zbekistonda. Xudo xolasa shunaqa bemor insonlarning dardini topishda aynan Eronda shaxsan o'zim yordam qilmoqchiman. Undan tashqari Eronda shunaqa kechalarda, tunlarda bepul meditsina joylari yo'lga qo'yilibdi. Buni men o'zim ko'chalarda yurib ko'rdim. Nimaga bu? Aynan Ali Xomanaiy vafot etgandan so'ng shunaqa ko'chalarda bepul tish doktorlari, bepul davrini o'lchaydigan odamlar, hamma narsa bepul qilingan. Bunga sabab birgina inson. Aynan birgina inson. Maşallah, maşallah.